Assalomu alaykum, qadrli webinar ishtirokchilari. Birinchi tekshirib olish uchun hammaga ovozim eshitilyaptimi? Qo'l ko'taramiz agar eshitilayotgan bo'lsa. Great. Значит, hammaga eshitilyapti, yaxshi. Webinarni boshlashimizdan oldin iltimos qilardim, agar 2 minut vaqtni ajratib polga, surveyga ovoz bersanglar. То есть birinchi savol qaysi viloyat yoki shaharda turib ko'ryapsiz ushbu webinarni? Agar siz joylashgan shahar yoki viloyat bo'lmasa, boshqasini tanlasangiz ham bo'ladi. Afsuski o'sha Zoomda maksimum 9 tagacha, 10 tagacha mumkin ekan. Ikkinchi savol, siz o'qituvchi, ota-ona yoki studentmisiz? Va hozir chatda ham yozish imkoniyatingiz bor, agar masalan xohlasangiz chatda ham qoldirishingiz mumkin. Yana 2 minut keyin boshlasak bo'ladi webinarni. Hozircha kutib turamiz. Good day. The whole season will be in Uzbek. Da boshida aytib o'tmoqchiman, webinarimiz o'zbek tilida bo'ladi. Boshidan oxirigacha agar savollaringiz bo'lsa, xohlasangiz ruschada yoki inglizchada so'rashingiz mumkin bo'ladi. Lekin ko'pchilikning talabiga asoslanib o'zbek tilida qiladigan bo'ldik, chunki ingliz tilida bu haqida ma'lumot internetda juda ham ko'p va mavjud. Shuning uchun o'zbek tilida qiladigan bo'ldik. Xo'p, hammamiz deyarli ovoz berib bo'ldik. Menimcha kechga qolganlar yoki keyinchalik qo'shiladiganlar keyinchalik ham ovoz berish imkoniyatiga ega. PPT faylni keyin kanalga yuborasizmi? Ha, PPT o'sha boyagi PowerPointni keyin kanalda post qilaman, o'sha kanal orqali bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu faylda o'sha bugungi share qilinadigan, bugungi bo'linadigan linklar, har xil qo'shimcha ma'lumotlarni topishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi boshlasak bo'ladi. So'z boshi. Assalomu alaykum yana bir marta kechga qolganlarga. Mening ismim Eldor Sattorov, Kings Academy o'quv markazi asoschisi bo'laman. Va bugungi webinar anaqasi topiki ko'pchilik o'qigan bo'lishi kerak, IELTS indicator yoki IELTS indicator va and my experience. 13-may kuni bu imtihonni onlayn topshirdim. Va bugungi kun talabidan kelib chiqqan holda bugun sizlar bilan o'sha imtihondagi bo'lgan jarayonlar, o'sha imtihonda bo'lgan har xil nyuanslar, har xil kelib chiqadigan savollarni siz bilan bo'lishaman. Webinardan oldin aytishim kerak bo'ladi, bu IELTS indikator imtihonini qanaqadir promot qilish yoki reklama qilish emas. Bu shunchaki o'sha ko'pchilik hozir o'sha karantin vaqtida uyida yoki o'sha o'zini joyidan chiqishga imkoniyati yo'q va shuning uchun ko'pchilik hozir o'ylanib turibdi, nima qilamiz IELTSni deb. Hozir o'sha IELTS indikator alternativ variant chiqqan va ko'pchilik o'sha IELTS indikatorni topshirmoqchi, lekin savollar juda ham ko'p. Va yana bitta narsa, British Council yoki IDPni представитель emasman, ya'ni ular nomidan gapirishga haqqim ham yo'q va gapirmayman ham, faqat o'zim nomimdan, o'zimni tajribamiz siz bilan bo'lishaman. Xo'p, boshladik. Va keyinchalik agar kechga qolganlar bo'lsa, bemalol 1-2 kunda yoki 1 kunda buni YouTube kanaliga qo'yaman va YouTube'da ham ko'rish imkoniyatingiz bo'ladi. Agar ko'pchilikni hozir qarab chiqdik, juda ham studentlar ko'p ekan, abituriyentlar juda ham ko'p. Agar kursdoshlaringiz bo'lsa, kanalda bemalol share qilishingiz mumkin. Unda ham hozir qo'shilish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Xo'p, endi boshlasak, 1 sekund. Hozir chatni o'chirib turaman hozircha, keyin savol-javob bo'ladi. Oxirida o'sha savol-javob vaqti bemalol chatda savollaringizni qoldirishingiz mumkin. Va sotsiyetlarda ham, Telegram, Instagramda ham, Facebook juda ko'p savollar tushgan va menimcha bugungi webinarda o'sha ko'pchilik savollariga javob olishadi.
va oxirida ham savol javob qilamiz. O'shaning uchun bemalol so'rashingiz mumkin bo'ladi yoki audio ko'rinishida yoki o'sha chatda yozishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi qilinadigan webinar asosiy qismi o'zbek bu yerda inglizchada yozdim va o'zbekcha inglizcha ozgincha aralashtirib gapirib o'taman, chunki menimcha ham ko'pchilik buni tushunishadi, o'zbek tili ingliz tilini ham, chunki bu yerda IELTSga qiziqqanlar kelishgan bugun. What is IELTS indicator? Bugun birinchi savolga javob o'sha IELTS indicator imtihoni nima va u nimaga o'ylab topilgan va bu haqiqiy IELTSmi yoki yo'qmi degan savollarga javob beramiz. Validity, to есть bu o'tadimi? Mahalliy universitetlarga yoki xalqaro universitetlarga bu IELTS bilan o'qishga kirish mumkinmi yoki yo'qmi? Keyin o'sha technical requirements and registration, to есть texnik talablar qo'yiladi oldingizga, o'sha nimalar kerak bo'ladi onlayn topshirish uchun va registratsiya qanday bo'ladi. Biz o'sha registratsiya jarayonini ham sizga ko'rsatib beraman. Bu juda ham oson va buni sizga bugun o'rganishingiz mumkin bo'ladi. And exam process and the tips. O'sha ekzamen jarayonida nimalarga e'tibor berish kerak va nimalar kutiladi va nimalarga tayyor bo'lishingiz kerak. O'shalar bilan bo'lishamiz va oxirgi final thoughts and Q&A, to есть o'zimning fikrim, yakuniy fikrim va savol-javob bo'ladi oxirida. Birinchi savol, what is IELTS indicator? IELTS indicator bu nima va nimaga hozir o'sha British Council, IDP va o'sha Cambridge Assessment uchta tashkilot bu IELTS indikatorni owner, ya'ni egasi hisoblanishadi va ular hozirgi kunda karantin davomida o'sha COVID-19 situations holatida buni o'ylab topishdi. Lekin aslida bu birinchi yangilik emas. Bu 2018-yildan beri tashkil qilingan imtihon aslida. Shuning uchun bu ancha nimasi bo'ladi, o'z mavqeyiga ega va bu yerda tashkiliy masalalarda ham juda ham yaxshi organizatsiya qilingan. Endi indicator so'ziga bir qaraydigan bo'lsak, o'zimman IELTS indikator imtihonida sizga indicative score beriladi. Ya'ni indicative score degani bu orientirovочный ball, to есть bu taxminiy ball hisoblanadi va bu haqiqiy IELTS degani, endi haqiqiy, bu ham haqiqiy, lekin masalan qog'ozda yoki kompyuterda topshirgan IELTSdan bilan bir xil emas va shuning uchun ko'p universitetlar va institutlar tomonidan qabul qilinmasligi mumkin. Va bu imtihonga registratsiya qilishdan oldin обязательно siz birinchi tekshirishingiz kerak. Sizni topshirayotgan o'sha o'qimoqchi bo'lgan universitetingiz bu sertifikatni bu imtihon rezultatlarini qabul qiladimi yoki yo'qmi? Va o'shandan keyingina o'sha ishonch hosil qilganingizdan keyin o'sha universitetingiz qabul qilamiz deb qanaqadir ofitsialniy saytida yoki o'sha sotsiyada post qilingan bo'lsagina siz registratsiya qilishingiz talab qilinadi. Chunki agar o'qishingiz, universitetingiz buni qabul qilmasdan turib siz IELTS indicator imtihoniga registratsiya qilib topshirsangiz, uni javoblari keyin hech qayerga o'tmaydi. Ya'ni siz o'zingiz universitetingizga o'tmasa, undan foydasi yo'q. Yana bu masalaga hali qaytib kelamiz, yana ko'p. Xo'p, who accepts IELTS indicator scores? Ya'ni qaysi universitetlar IELTS indikator ballarini qabul qiladi, rezultatlarini qabul qiladi? Biz saytda ko'rishingiz mumkin, ofitsial saytda. Hozir buni birga qarab chiqamiz. Bir sekund. Xo'p, yana bir qisqacha qaytib o'taman IELTS indikatoriga. Masalan, bu IELTS indikator bu indicator official IELTS product, ya'ni bu ofitsial test. Bu hech qanaqangi probniy emas, probniy emas, endi hech qanaqangi bir podpolniy emas yoki bu neofitsial emas. Bu o'sha IDP, British Council va Cambridge Assessment English, o'sha Cambridge Assessment uchta tashkilot tomonidan ishlab chiqilgan ofitsial o'sha produkt hisoblanadi. Xo'p, IELTSni qaysi universitetlar qabul qiladi? Mana bu saytga kirsangiz, u boyagi anaqada PowerPointda bor. Hamma davlatlar ko'rsatilgan. Qaysi davlatda qaysi universitet IELTS indikator ballarini qabul qilishadi universitetga kirish uchun. Masalan, Angliyaga qarasak, bu yerda United Kingdom universitetlar ro'yxati juda ham uzundan uzun. United Kingdom yana buning davomi va Amerika Qo'shma Shtatlari va hokazo hamma
spiska polni ko'rsatilgan. Ulardan siz topib, agar chet elda o'qish niyatingiz bo'lsa, qiziqib qarab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi mahalliy universitetlarga kelsak, menimcha ko'pchiligimiz mana polda ham ko'rinib turibdi, juda ham ko'pchiligimiz abituriyentmiz, ya'ni studentmiz. Bu yil o'qishga kirishimiz kerak va mo'ljalimiz va bu abituriyentlar orasida juda ham ko'pchiligi o'sha mahalliy Singapur, mahalliy tilda gapirganda Westminster yoki bo'lmasam Inha, Turin, Yoju, Buchon yoki Webster kabi o'sha o'zimizda joylashgan xalqaro universitetlarga kirish niyatida bo'lgan studentlar bo'lishi kerak. Shuning uchun savol tug'iladi, mahalliy universitetlar qabul qiladimi yoki yo'qmi? Hozir men o'zim qarab chiqqanim bo'yicha 4 ta universitetni topdim, lekin hali boshqa universitetlarda bu haqida ofitsial e'lon berilmagan. Ofitsial e'lon berilgan 4 ta universitetlardan bittasi bu Singapur, MDIST. Va ularning saytiga kirsangiz, for applicants IELTS indicator and academic certificates. То есть bu yerda o'sha ular ofitsialni, то есть e'lon qilishgan, что bu yil kirish imtihonlariga, значит, IELTS indicator sertifikatini qabul qilishadi. Yana bitta savol tug'iladi, то есть IELTS indicator bizga topshirishimiz kerakmi, yo'qmi? Shu joyda aytib o'tmoqchiman, o'zi boshida aytishim kerak edi. Hozir mana polda qarasak, ko'pchiligimiz Toshkent shahrida joylashganmiz. Bu yaxshi, chunki agar aytaylik ertaga IDP yo British Council ochiladigan bo'lsa, yaqin kunlarda deylik, siz kelib topshirib ketishingiz mumkin. Lekin ko'pchiligimiz viloyatlarda joylashganmiz. Mana Samarqanddan ko'pchilik yozishdi, keyin Namangandan bor ekan, ko'pchilik Buxorodan bor ekan. Bu hozir noma'lum muddat bo'lgani uchun karantin, ayniqsa hozir mana Samarqand misolida keltiradigan bo'lsak, hozir Samarqand qizil zonaga tushgan. Lekin aytaylik IDP yoki British Council ochilgan taqdirda ham samarqandlik abituriyentlar Toshkent shahriga kela olmasligi mumkin va bu yerda IELTS topshira olmasligi mumkin qaysidir muddatda. Shuning uchun ular Samarqandda turib ham IDPni, IELTS indicatorni topshirib, o'sha rezultat bilan masalan Singapur universitetiga ingliz tili imtihonidan o'tishi mumkin. Va shuning uchun bu qaysidir ma'noda qulaylik tug'diradi. Yoki aytaylik uzoq viloyatlarda bo'lsak, mana Xorazmdan bor ekan odamlar yoki Andijondan yoki Surxondaryodan bo'lsak, o'sha joyda turib ham biz onlayn topshirib, Singapur universitetiga biz dokument topshirishimiz mumkin bo'ladi. Va yana bitta universitet juda ham populyarni bizning studentlar orasida Westminster universiteti. Westminster universitetining ham saytiga kirsangiz, Admission English Language Proficiency degan anaqa bor. O'sha ingliz tilidan talablar qo'yilgan qismi. Va u yerda ham xuddi shu narsa aytilgan. То есть IELTS indicator rezultatlarini bu yil qabul qilishadi. То есть Westminsterga ham siz IELTS indicator balli bilan, o'sha rezultati bilan o'qishga kirish imkoniyatingiz bor. Lekin bu yerda yana bitta narsani hisobga olishimiz kerak. Agar siz Westminsterga scholarship, ya'ni grant asosida o'qishga topshirmoqchi bo'lsangiz, IELTS indicator testini rezultatlari o'tmaydi. Shuni ham hisobga oling. Agar siz scholarshipga topshirsangiz, значит, siz bu yoqqa kelib o'sha computer based yoki paper based IELTS ni topshirishingiz kerak. Va agar boyagi Singapur, Westminster har saytlarida o'zining telefon raqamlari bor, savollaringiz bo'lsa bemalol telefon qilib, ulardan o'sha rasmiy javob olishingiz mumkin bo'ladi. То есть bu narsani veb-saytda ham o'zidan telefon qilib ham подтверждение qilsangiz bo'ladi. Yana bitta universitet yoki institut, bu menimcha yaqinda ochilmoqchi bo'lgan universitet Toshkentda. Men buni saytini topa olmadim, lekin Facebookda ofitsial o'sha stranitsasida yozilgan. То есть British Management Development nimadir bo'lishi kerak, to'g'risini bilmayman. Bularda ham xuddi shu narsa yozilgan, значит, bu yil IELTS indikator sertifikatini qabul qilishadi. Va yana bitta Toshkentda bu yil ochilishi kutilayotgan universitetlardan bittasi bu TEAM. Bu o'sha tadbirkorlar uchun mo'ljallangan universitet hisoblanadi va ular ham bu yildan boshlab IELTS indikator imtihoni rezultatlarini qabul qilishadi. Va bu yerda yozilgan o'sha podrobnosti 5.5 ball bilan ham siz kirishingiz mumkin bo'ladi. O'sha hozircha topganlarim o'sha 4 ta universitet bo'lsa, balki keyinchalik boshqa universitetlar bularning qatoriga qo'shilishligi mumkin, chunki baribir o'sha hozirgi noma'lumlik sharoitida hamma ham kutib turmasa kerak. Boshqa universitetlar ham baribir abituriyentlarni yig'ish kerak. Bu yil o'sha bolalarni yig'ishni boshlash kerak ular ham.
manimcha o'sha boshqalar ham qo'shilsa kerak. Agar sizda masalan inhaga kirish mo'ljallangiz bo'lsa, inha o'sha Koreya universiteti Toshkentdagi yoki yoju va hokazo yoki Webster masalan, siz ularga primoy telefon qilib ularni saytidan olib balki o'sha ma'lumot olishingiz mumkin. Balki ularda ham keyinchalik indikator imtihonini qabul qilishi mumkin. Xo'p, значит, biz asosiy savolga javob bera oldik. Hozircha, то есть IELTS indicator bu официальныйmi yoki неофициальныйmi? Bu, значит, официальный test va uni rezultatlari bizni mahalliy universitetlarga ham o'tadi. O'sha 4 tasini, boya aytib o'tgan 4 tasiga 100% o'tadigan bo'ldi bu yildan boshlab va ularni anaqa spiskasi yana ham davom etishligi mumkin. Xo'p, keyingi anaqa technical requirements. То есть agar siz o'sha indikator imtihonini topshirish niyatingiz bo'lsa, bu birinchidan siz bilishingiz kerak bo'lgan narsalar, bu o'sha kompyuteringiz bormi, internetingiz bormi uyda, umuman sizda o'sha texnik momentlarni siz yecha olasizmi o'sha muammolarni. Birinchidan asosiy bizga talab o'sha kompyuter bo'lishi kerak. Siz buni telefonda yoki bo'lmasa planshetda topshira olmaysiz, chunki umuman bu proses umuman telefonda topshirish iloji ham yo'q. O'zingiz ham tushunasiz, bu computer based IELTS, to есть online. Va laptop, to есть laptop o'sha yoningizda o'sha olib beradigan anaqa kompyuter bo'lsa ham bo'ladi. Faqat bitta moment, agar iloji bo'lsa, kattaroq ekranda bo'lsa, bu ko'proq qulayroq bo'ladi, chunki sizda reading sectionda osonroq bo'ladi. Katta ekran bo'lgandan keyin siz o'qishingiz imkoniyatingiz osonroq, qulayroq bo'ladi. Keyingi masala, masalan, aytaylik, agar menda kichik kompyuterim ekrani kichkina bo'lsa, bu muammo emas unchalik, siz chunki o'sha kichkina ekranda ko'pdan beri ishlatganingiz uchun o'rganib qolgansiz. Siz uchun katta muammo bo'lmasligi mumkin. Agar sizda masalan kompyuter bo'lmasa, unda qanday topshirishingiz mumkin? Bu ham yechimi bor masala. Siz bemalol uydan kimdandir, aka-ukangizdan yoki qo'shningizdan ham, o'rtog'ingizdan olib turib, ularning kompyuteridan foydalanishingiz mumkin. Va yana bitta, agar laptopdan foydalanadigan bo'lsangiz, siz uni o'sha doimiy anaqaga elektrga yoki tokka ulab qo'yishingiz kerak, чтобы imtihonning o'rtasida sizda batareykasi tugab qolib yoki o'chib qolib anaqa bo'lmasligi, muammo bo'lmasligi uchun. Va keyin bir xil kompyuterlar bor, masalan, juda virusi ichiga ko'p yoki aytaylik o'chib qoladigan odati bor. Va u narsaga ham siz ehtiyot bo'lishingiz kerak, chunki kompyuteringiz o'chib qolsa, siz imtihondan chetlatilasiz va rezultatlaringiz annullировать qilinadi, ya'ni 0 rezultat olasiz. Bu ham bitta momentni hisobga olib qo'yishimiz kerak. Hozir ko'pchilik qo'l ko'tarishibdi, menimcha. Agar iloji bo'lsa, o'sha webinar oxirida o'sha qo'l ko'tarilganlik hammasiga javob berishga harakat qilamiz. Birinchi o'sha asosiy qismdan o'tsak, savollaringiz bo'lsa, o'zingiz o'sha ushlab tursangiz, keyin oxirida birgalashib javob berishga harakat qilamiz. Xo'p, keyingi masala good internet connection. To есть sizda internetingiz yaxshi bo'lishi kerak va stabilni ishlashi kerak. Men o'zim imtihon topshirganimda, men uyimizda o'zi onlayn, to есть juda ham anaqa oddiy, unaqa skorost, ya'ni tezligi juda ham baland emas. Oddiy skorostda ishlatdim, unaqa hech qanaqa muammo bo'lmadi. Shuning uchun agar internetingiz stabilni yaxshi bo'lsa, чтобы har xil muammolarga uchramasligingiz uchun. Agar sekin internet bo'lsa yoki aytaylik siz telefoningizdan kompyuteringizga internetni share qilib ishlataman desangiz, bu muammolar keltirib chiqishi mumkin va bu sizga qimmatga tushadi, chunki IELTS indicator narxi unaqa arzon emas. Buni ham hozir qarab chiqamiz. Keyin Zoom programmada sizga kerak bo'ladi. Va bu programmani menimcha hozir hamma Zoomda o'tirishibdi. Buni siz juda ham oson tushunsangiz kerak. Bu asosan speaking sessionda kerak bo'ladi. Qolgan 3 ta sectionda, ya'ni listening, reading, writing sectionlarda siz Zoomdan foydalanmaysiz. Значит, Zoom faqat speaking sessionda kerak bo'ladi. Va albatta sizga kerak bo'ladigan narsa buning uchun web kamera va mikrofon. Bu narsani ham hisobga olib qo'yishingiz kerak, chunki Zoomni boshlab agar kamerangiz bo'lmasa, unda imtihon ola olmaysiz. Yoki mikrofoningiz bo'lsa, значит, speakingdan o'ta olmaysiz. Va sizga kerak bo'ladigan narsa headphones yoki earphones, yaxshi ishlaydigan sifatli o'sha qulog'ingizga qo'yiladigan naushnik bo'lsa, sizga o'zingizga qo'shimcha bonus, qo'shimcha qulaylik yaratadi. Chunki kompyuterda ba'zan o'zini zvukida yaxshi chiqmasligi mumkin va bu listening sectionda pand berishi mumkin.
Bu asosan o'sha listening sectionga kelganda kerak bo'ladigan narsa. Va yana bitta narsa secure exam browser. То есть IELTSga registratsiya qilganimizda bizga ссылка yuboradi. Bizga o'sha talablarni yuboradi va o'sha talablardan bittasi siz Secure Exam Browser programmasini download qilib install qilishingiz kerak. Ya'ni kompyuteringizga o'sha programmani yuklashingiz kerak bo'ladi. Va bu programma orqali keyinchalik siz o'sha listening, reading, writing sectionlarini topshirasiz. Va bu programmani yana bitta momenti bor. Buni ustanalik qilganingizdan keyin sizning kompyuteringiz butunlay lock holatga tushadi. Ya'ni siz u programmani pastga tushirib qo'yib yoki bo'lmasam o'sha programma bilan bir vaqtning o'zida boshqa programmani ishlata olmaysiz. Masalan, dictionary ishlataman siz, masalan, butunlay o'chib ketadi kompyuteringiz. Shuning uchun buni ham hisobga olib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Va buni ham hozir qarab chiqamiz, qanaqa bu talablar qo'yilgan va eng asosiysi quiet and comfortable place. IELTS Indicator bu onlayn test bo'lgani uchun va ko'pchilik uyda o'tirib topshirish uchun mo'ljallangan. Endi uyda deganda ba'zan juda ham o'zimizni erkin his qilamiz va bunga ba'zilar imtihondek qaramasligi mumkin. Lekin bu narsani hisobga oling, bu haqiqiy imtihon. Siz o'zingizni maksimum imtihonga tayyorlashingiz kerak. Значит, uyingizda o'zingiz xonangiz bo'lsa, o'sha xonani butunlay yopib, eshikni har xil tashqi shum, ya'ni tashqi o'sha noizelardan maksimum kamaytirib, telefonlaringiz hamma narsani o'chirib, agar kichkina ukalaringiz yoki singillaringiz bo'lsa, ularga iltimos qilib o'sha vaqtda ota-onangizga aytib, ularni qaysidir muddatda tinch anaqa qilish kerak bo'ladi. Chunki o'sha imtihon davomida har xil shum bo'lsa, sizni juda ham bu chalg'itishi mumkin. Va keyin yana bitta holat, mana hozir bizda o'sha o'quv markazimizda darslar onlayn o'tilyapti. Endi onlayn o'tilgan darslarda ba'zan ko'rib qolasizlar, orqa fonda har xil uy hayvonlari ham o'tib ketadi u yoqdan bu yoqqa, yoki kichkina bolachalar yugurib yurishadi orqa fonda, yoki bo'lmasa o'quvchilar komfortli divanda yotib dars qilishadi ba'zan. Shuning uchun unaqa holat bo'lmasligi kerak. O'sha boyagida dars stolingizda tik turgan, yaxshi to'g'ri o'tirgan holatda topshirsangiz, bo'ladi unaqa konsentratsiyani, o'sha e'tibor imtihon davomida yaxshiroq bo'ladi va chalg'ish kamayadi. Xo'p, keyingi Xo'p, registratsiya jarayoni qanaqa bo'ladi? Registratsiya bu juda ham oson, o'ylab qarasa, lekin va bu 10 minut maksimum vaqtimizni olishi mumkin. Va undan ko'p vaqt talab qilinmaydi agar to'g'ri instruksiyalarni o'qisangiz. Hozir men 1 sekund dan chiqishga majburman. Yangi odam ko'rinyapti Zoomda. Menimcha bu yerda bizda 100 ta odamgacha maksimum mumkin. Bu programmada balki yana qaytadan kirib ko'rishligi mumkin. Xo'p. Biz qaytamiz anaqamizga. Xo'p, magistratura haqida ham keyin to'xtalib o'taman, chunki hozircha aytaylik registratsiyani qarab chiqaylik. Xo'p, registratsiya jarayonida sizga kerakli bo'ladigan narsa обязательно pasport. O'zingiz bilan bo'lishi kerak. O'sha local passport menimcha bu yerda to'g'ri keladi. Va visa kart bo'lishi kerak. IELTS indikator imtihoni $149 turadi. Va buni siz visa kart orqali to'laysiz. O'zingiz masalan buni solishtirsak, mana CD IELTS yoki paper based IELTS $165 atrofida turadi. Va bu unga $15-10 atrofida arzonroq hisoblanadi. Lekin visa karta orqali to'lashingiz kerak. Значит, sizda o'zingizda bo'lmasa, o'rtog'ingizda yoki bir tanishingizda topishingiz kerak bo'ladi. Menimcha topish imkoniyati bor. Va boshqa yo'llari menimcha hozir o'zim qarab chiqdim, unaqa boshqa yo'llarni ko'rmadim to'lashni, faqat viza orqali. Va albatta siz terms and conditions, o'sha shartlarni o'qib chiqishingiz kerak bo'ladi, chunki u yerda bilishingiz kerak bo'lgan narsalar bor. Ko'pincha biz o'sha shartlarga tik qilamiz-da, o'qimasdan davom etib ketaveramiz. Bu noto'g'ri, chunki muammolar chiqib kelishi mumkin keyinchalik o'qimasangiz. Uni shartlari ham unaqa katta emas, juda ham pirvaroqlik shartlarni qo'yilgan. Va siz registratsiyadan keyin sizga email keladi va emailda siz yaxshilab o'qishingiz kerak, chunki u email shunchaki yuborilmagan, u yerda instruksiyalar bor va instruksiyalarni siz
yaxshilab bittama-bitta o'qib chiqib va u yoqda sizga probni ham yuboriladi. Ya'ni probni deganda o'sha boyagi aytgan brauzer to'g'ri ishlaydimi, to'g'ri ishlamaydimi, Zoomis to'g'ri ishlaydimi, ishlamaydimi tekshirishadi. O'shanda emailda qarab chiqishingiz kerak. Xo'p, mana bu sayt IELTSindicator.com bu o'sha registratsiya sayti. Buni siz bu yoqdan qilsangiz ham bo'ladi yoki o'sha British Council'ning saytiga qilsangiz ham bu yoqda ham sizga silka berilgan va ikkalasi ham bitta joyga sizni yuboradi. Xo'p, hozir qarab chiqamiz, qanaqa qilib registratsiya qilish mumkin va qanaqa etaplari bor bundan. Mana hozir IELTSindicator.com saytini ochdik. Bu saytda, значит, orqaga qaytaylik. Mana. Bu saytni ham o'qib chiqing. Podrobnosti unaqa ko'p emas. Agar tushunmasangiz, buni tarjima qilsangiz bo'ladi Google переводчикdan. Va buni har xil anaqalari ko'rsatilgan, buni yaxshi tomonlari va bunga qanaqa talablar qo'yiladi va hokazo. Va biz hozir book qilmoqchimiz, ya'ni registratsiyadan o'tmoqchimiz. Bookni bosamiz. Va sizda yana keyingi strancha ochiladi va siz tanlashingiz kerak bo'ladi. Tanlashingizdan oldin bu qismni ham biroz o'qib chiqishingiz mumkin. Book qilganda O'zbekistonni tanlaymiz. O'zbekistonda turib topshirmoqchisiz chunki va mana sizga British Council saytiga bizga kirdi. Endi hozir menda registratsiya qilganligim uchun menda srazu kirdi, lekin biz log out qilamiz. Chunki siz yangitdan kirishingiz kerak. Xo'p, yana boshqadan tanlaymiz O'zbekistonni. Agar O'zbekistonda bo'lsangiz, kelgan. Hozir mana bu yerda imtihon sanalari chiqib keladi. Hozircha 27-mayda faqat ochilgan. Bugun ertalab qaraganimda 20-may sanasi ham ochiq edi. Menimcha o'sha odamlar registratsiya qilib joy to'lib qolgan. Va umuman ular hozir oyma-oy e'lon qilishyapti. Ya'ni keyingi iyun oyiga, masalan, hozircha 3-iyunda bor va boshqa sanalarni qo'yishmagan, chunki balki ochilib qolib, mana bu IELTS indikator to'xtatilishi mumkin va keyin o'sha kompyuter yoki paper based IELTS ochilishi mumkin. O'shaning uchun ular hozir hafta ochib qo'yishgan. Haftada bir marta bo'ladi, значит, har chorshanba kuni. Aytaylik, 27 biz mayni tanladik. Mana sizga ko'rsatilgan test sanasi va vaqti va summasi. Xo'p, bizda hozir account yo'q deb hisoblaymiz, chunki siz birinchi marta kirishingiz bu saytga. Va accountni create an account va accountni biz hozir o'ylab registratsiya qilamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yoqda anaqalar ko'p emas. Aytaylik, men ismim o'ylab topsam, aytaylik, men ismim Sardor deylik va surname Jamolov, aytaylik, date of birth. Men bu yoqqa hozir taxminiy yozib qo'yaman, har xil sanalarni. yil deylik va the confirm email, to есть emailni yana boshqacha yozishimiz kerak bo'ladi. Va password, to есть sizga password kerak bo'ladi, ya'ni o'zingiz birorta passwordni qo'yishingiz mumkin. ABC Men bu pasportni qo'ydim, bu taxminiy har xil anaqa. And please don't send me. Buni xohlaganingiz tanlashingiz mumkin. And I agree on terms and conditions. Now, terms and conditionsni hozir ochib qaraymiz biroq. Online registratsiya, ya'ni bu yerda polniy yozilgan nimalarga e'tibor berish kerak va privacy va hokazo. Bu bilishingiz kerak bo'lgan narsalar ko'p, endi hozir hammasini men sizga biror o'qib bermayman. No, asosiysi bu securityga juda ham e'tibor berishgan. Ya'ni bu o'sha IELTS indikator imtihonida siz o'sha jarayonda rasmga olib, videoga olib, uni tarqatib va hokazo qilish sizga man qilingan, chunki bu IELTS indikator o'sha ularning properties hisoblanadi, ularning mulki. Va agar sizda tarqalgan holatlar ko'rinsa, sizlar imtihoningizni nolga tenglashtirishi mumkin. Bu haqda bu yerda yozilgan, o'qib ko'rishingiz mumkin. To есть, shuning uchun bu narsani qilish keragi yo'q. Xo'p, men register qilaman. Xo'p, men hozir xullas, keyingi etap boyagi registratsiya qilgan akkauntim bilan, emailim bilan keyinga o'taman va sizga o'sha
payment to'lov sharti ko'rsatiladi va to'lov shartida siz o'sha Visa kartni raqamlarini terib, bu yoqdagi security kodlarini terib va registratsiya qilasiz. Bu keyin yana bir 2 minut vaqtni oladi xolos. Men hozir to'xtataman shu joyda registratsiyani. Va endi nima bo'ladi keyinchalik? Xo'p, registratsiya qilib bo'ldik. Men endi o'sha avvalgi imtihonimdagi emailni ko'rsataman. Sizga confirmation email keladi. Значит, confirmation of IELTS indicator registration. То есть bu yerda условиялар yozilgan va to'lovlari va sizga qanaqa talablar qo'yiladi kompyuterda, agar MacBookingiz bo'lsa, Windowsingiz bo'lsa va hokazo bilan o'qib qarab chiqishingiz kerak bo'ladi. Va undan keyin sizga email keladi speaking indicator speaking test confirmation. Ya'ni speaking testdagi talablar va u yoqdagi sanalar va test day instructions. Test kuni nimalar qilishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda hammasi butunlay ko'rsatilgan va sizga o'sha Zoom silka beriladi va sizga password beriladi va o'sha silka bilan o'sha anaqa Zoomga kirib, o'sha passwordni terib kirishingiz kerak bo'ladi. Va what you need to bring in it for your speaking test. Nimalar e'tibor berishingiz kerak? Bular haqida gapirdik. Значит, kompyuter, email, internet connection va tinchgina joy, shovqinli emas. Va siz o'zingiz ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Значит, speaking sectionga hozir qaytib kelamiz. Bu yerda bitta narsani e'tibordan chetda qoldirishdi, chunki men o'zim imtihonimda bu narsaga duch keldim. Bilmagandim, chunki imtihonda pasportingiz yoningizda bo'lishi kerak. Speaking sessionda pasportingizni so'rashadi. Xuddi real imtihonga o'xshab sizdan pasport so'raladi. O'sha kuni meni pasportim qaysidir shkafda edi. O'sha imtihondan sekin turib, pasportimni qidirib topib, keyinchalik ko'rsatdim. Va bu sal noqulaylik bo'ldi, chunki men ekzaminer yuzidan ham ko'rdim bu narsani. Unga ham unaqa yoqmadi. Men pasportimni qidirib yurishim. Xo'p, keyingi narsaga o'tamiz. То есть registratsiya haqida menimcha tushunarli, bu unaqa qiyin protsess emas, faqat o'qib, instruksiyalarni to'liq qarab chiqishingiz kerak bo'ladi va $149 Visa karta tayyor bo'lishi kerak. Xo'p, and processing tips, speaking birinchi section, imtihoningiz speaking birinchi bo'ladi odatda, asosiy imtihondan oldin. Va speaking sessionni siz tanlash imkoniyatingiz bo'ladi, qaysi kunga va qaysi soatga. То есть boyagi biz etapda to'xtatgan etapimizdan keyingi etapda siz speaking sanasini tanlashingiz kerak bo'ladi aslida. Undan keyin payment. Значит, speakingni siz 27 may kuni bo'lsa, значит siz 26-da, 25, 24 va hokazo kuni topshirsangiz bo'ladi. 4-5 kun oldin va o'zingizga qulay vaqtda. Xuddi shu narsa speakingda siz e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa internet connection yaxshi bo'lishi kerak va stabilni ishlashi kerak. Men o'zim imtihonimda boshida sal noqulaylik bo'ldi, chunki ekzaminer kirdi o'zini anaqasiga, meni kirdim imtihonga, to есть men 15 minut oldin, bu yerda yozilgan Zoom 15 minut oldinroq siz o'sha Zoomda tayyor bo'lishingiz kerak va siz boyagi silkaga 5 minut oldin kirishingiz kerak. Men 5 minut oldin kirdim va kutdim va xuddi realniy imtihondek o'sha ekzaminator o'ziga anaqasiga Zoom'iga qabul qilib oldi meni. Lekin boshida bir-birimizni ovozimiz eshitilmadi. Ya'ni texnik moment, o'sha texnik problema bo'ldi va men qaytib chiqdim va qaytib kirdim. O'sha ikkinchi martada o'sha normal ishladi va keyinchalik umuman muammo bo'lmadi. To есть o'shaning uchun agar boshida aytaylik siz Zoom'da kirganingizda agar qanaqadir aytaylik o'sha eshitmasangiz, ko'rmasangiz bir-biringizni, bu vahimali joyi yo'q. Siz qaytib chiqib, qaytadan kirishingiz mumkin bo'ladi. Lekin 15 minut davomida, o'sha imtihon davomida siz turib ketib imtihondan yoki bo'lmasam qanaqadir to'xtatib qo'yish mumkin bo'lmaydi, chunki bu o'sha imtihon jarayoni hisoblanadi. Va imtihon real imtihondan deyarli farqi yo'q, faqat o'sha, конечно, bu onlayn bo'ladi, lekin o'sha protsess deyarli bir xil. Ya'ni salom alik va sizni IDni so'rashadi, ya'ni pasportingizni ko'rsatishingiz kerak bo'ladi o'sha holatda. Va keyin o'sha section 1, section 2, section 3 ketma-ket davom etadi. Va endi o'zingiz bilan
paper and pen yoki pencil, ya'ni o'zi bilan qog'oz bilan ruchka yoki qalam tayyorlab qo'yishingiz kerak. Chunki ikkinchi section xuddi real ekzamenda sizga 1 minut beriladi va u savoli ekranda share qilinadi, siz ekrangizda ko'rinadi va sizga 1 minut beriladi. O'shanda sizda qog'oz ruchkada registratsiya note taking qilishingiz mumkin. Va yana bitta narsa, siz ekzamenni rekord qila olmaysiz yoki chatda yoza olmaysiz. Bu sizga o'sha запрещен, ya'ni sizga bu narsa imkoniyat berilmaydi. Bu aytganimdek, xuddi real ekzamen, ya'ni haqiqiy imtihondan deyarli farqi yo'q. O'sha onlaynni hisobga olmaganda siz tayyor bo'lishingiz kerak bu narsaga. O'sha oldindan o'zingizni tayyorlab, choch-pochingizni tarab deylik, ko'ylak kiyasizmi, pijamada o'tirmaganingiz yaxshiroq har holda. Va o'zingizni tabiiy maksimum harakat qilishingiz kerak, tutishga va have fun, enjoy the exam. O'sha speaking haqida. Va speaking yana bitta moment, bu examiner, to есть o'sha har doimgidek juda ham siz bilan muomalali, o'zini friendly bo'ladi. U ham tushunadi, shu texnik momentlari bor yoki bo'lmasam sizni onlayn sizga noqulayligini u ham tushunib turibdi. O'shaning uchun sizga maksimum yordam berishga, qaysidir ma'noda psixologik yordam berishga harakat qiladi. Xo'p, keyingi section listening. Xo'p, speaking bu aytganimdek alohida kun bo'ladi va o'sha 27 biz mayga registratsiya qilgan bo'lsak, 27 may kuni sizga 3 ta section bir kunda bitta o'tirishda bo'ladi. Ya'ni listening, reading va writing. Siz boyagi softverni download qilib kompyuteringizga ulaganingizdan keyin soat 12 da imtihon boshlansa, 12 dan keyin 2 soat 45 minut turmasligingiz kerak. Chunki programma o'zi davom etaveradi. Siz turib ketib qolsangiz ham u to'xtamaydi. O'shaning uchun siz bir o'tirishda hamma sectionni xuddi haqiqiy imtihondaqa topshirishingiz kerak bo'ladi. Listening birinchi boshlanadi va bu boshlanishidan oldin siz 15 minut oldin kirib, o'sha silkaga, o'sha programmani yoqib, instruksiyalarni o'qib chiqishingiz kerak. Instruksiyalarda sizga hamma detalni tushuntiriladi. Nimalarga e'tibor berish kerak, qanaqa knopkalar deylik bor, qanaqa funksiyalari bor. Masalan, shriftni kattaroq, kichikroq qilish imkoniyatimiz bor. Yoki bo'lmasam o'sha savol turlari. Savol turlariga hozir qaraymiz yana bir marta. Uni ham bilib qo'yishingiz kerak. Va asosiy mana e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa xuddi boyagidaqa audio yaxshi bo'lishligi uchun sizda yaxshi naushnik bo'lishi kerak. Va juda ham muhim narsa, bu faqat listeningda emas, readingda ham, writingda ham kerak bo'ladigan narsa fast and accurate typing. Ya'ni siz tez va to'g'ri type qilishni bilishingiz kerak bo'ladi. Tez va to'g'ri type deganda bu endi qaysidir ma'noda, masalan, agar ko'pchilik men e'tibor beraman, bitta barmog'ida mana bunaqa type qilishadi. Bunaqa type'da siz listeningda hamma savolga tez javob berishga uspevayt qilmaysiz, ulgurmaysiz. Shuning uchun hozirdan agar o'sha CD IELTS topshirish planingiz bo'lsa yoki computer based, computer delivered IELTS yoki o'sha IELTS indikator imtihonni topshirish planingizda bo'lsa, hozirdan siz o'sha to'g'ri pechat qilishni o'rganishingiz kerak. Bunga internetda juda ham anaqalar ko'p, resurslar ko'p va o'sha writing sectionga kelganda men sizga bitta linkni ko'rsataman. Xo'p, keyin paper and pencil har ehtimolga qarshi qog'oz bilan o'sha ruchka o'sha ovoz bilan olganingiz yaxshiroq, chunki bitta holat bo'ldi o'zimda, type qilishga uspet qilmadim, lekin keyingi savolga o'tib ketdi. Keyingi savolga paka men birinchisini hal type qilib bo'lmadim, lekin keyingi savolni o'sha eshitishim kerak. Shu holatda men sразу ruchkani oldimda, o'sha ruchkada o'zimni chirmay qog'ozimga yozib, keyin o'sha listeningda oxirida qolganini type qilib qo'ydim. Shunaqa holatlarga ham tayyor bo'lishingiz kerak bo'ladi. Yoningizda har doim ruchka, qalam bo'lishi kerak. Keyin listening boshlanganda siz hamma narsani chetga suring, hech qanaqangi bir qo'shimcha bir nimasi bo'ladi, dictionarymi yoki bir cheating qilishga urinishga hojati ham yo'q, chunki sizni faqat bu narsa chalg'itadi. O'zingiz maksimum o'sha ekranga concentrate qilib, ya'ni e'tibor berib o'sha imtihonni boshdan oxirigacha nima bo'ladi, chalg'imasdan topshirishga harakat qiling.
Keyin masalan listeningda haqiqiy imtihonda haqiqiy imtihon emas, endi qog'ozda topshiradigan imtihonda oxirida 10 minut ko'chirishga vaqt beriladi. IELTS indicatorda bu hamma narsa avtomatik o'sha bu xotirasi saqlanib bo'ladi, ya'ni save bo'ladi. Sizga qo'shimcha 10 minut berilmaydi, lekin qo'shimcha 2 minut oxirida beriladi. Siz o'sha 2 minut davomida o'tkazib olgan savollaringiz bo'lsa yoki spell check qilmoqchi bo'lsangiz, 2 minut davomida bemalol o'sha 40 ta savolni qarab chiqish imkoniyatingiz bo'ladi. Hozir men sizga o'sha bir qanaqa ko'rinishdaligini ko'rsataman, o'sha qanday ko'rinishda bo'ladi listening. Bu haqiqiy o'sha ekzamen jarayonidagi anaqa emas, holat emas. Bu o'sha hozir men onlayn saytdan ko'rsatyapman, lekin haqiqiy imtihonda ham deyarli o'xshash bo'ladi. Ya'ni platformasi sal boshqacharoq, lekin o'sha protsess yoki kontent deymiz, deyarli bir xil. Ya'ni sizda xuddi o'sha baland past ovozni qilish imkoniyati bo'ladi imtihon davomida. Lekin savolni orqaga qaytarish, audioni qaytarish yoki audioni oldinga o'tkazish imkoniyati yo'q. То есть boshlanadimi audio, значит to'xtata olmaysiz, oxirigacha eshitishingiz kerak va uni qaytara olmaysiz orqaga ikkinchi marta eshitish uchun. Xo'p, savol turlariga keladigan bo'lsak, masalan bu yerda gap fill bo'lsa, значит gap fillni biz yozishimiz kerak nimadir. Yoki mana bunaqa multiple choice savollari bo'lsa, значит biz tik qilishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda o'sha tanlash imkoniyatimiz. Agar map bo'ladigan bo'lsa, o'sha xarita yoki karta bo'ladigan bo'lsa, ba'zan o'sha sizga variantlar berilgan bo'ladi. O'sha variantni olib, drag qilishingiz kerak bo'ladi. Masalan, mana shunda qo'yishingiz kerak bo'ladi o'sha mapda. Shu narsani ham bilib qo'yishingiz kerak, чтобы ertaga imtihon vaqtida shoshilib qolmasligi uchun. Значит, biz yozishimiz kerak bo'ladi, multiple choice tanlashimiz kerak bo'ladi. Agar birorta anaqa drag qilish kerak bo'lsa, mana bu drag qilishni ham bilishimiz kerak. Значит, savol просто so'zni bosamiz va uni klavishda to'g'ri keladigan joyga qo'yamiz. O'sha imkoniyatlar bor. Yana bitta narsa e'tibor bersangiz, mana o'ng qo'limda hozir savollar turibdi. IELTS o'sha indikator imtihonida o'sha savollar ekraningizning pastki qismida bo'ladi. Va pastki qismida bo'ladi, o'sha narsaga ham e'tibor berib qo'yishingiz mumkin. Masalan, men 5-savolga javob berdim, 5-savol rangi o'zgardi. 6-savolga javob bermaganman, значит 6-savol bu yerda boshqacha rangda turibdi. Bu juda ham bitta qulaylik tomonlaridan bittasi. Chunki aytaylik 40 ta savoldan keyin siz vizualni o'sha ko'rishingiz mumkin, qaysi savolni o'tkazib oldingiz. Va o'sha savolga qaytib bosib, qaytib taxminan bo'lsa ham nimadir yozish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Yoki o'sha boyagidek o'tkazib olgan savolingizni, e'tiborsiz qoldirib ketgan savolingizni masalan 0 ga teng bo'lmaydi, qaysidir ma'noda sizda imkoniyat bo'ladi. Xuddi shunday masalan listening bu yerda vaqtlari ham ko'rsatiladi. Значит, sizda har doim vaqt ekraningizda bo'ladi, xohlagan vaqtingizni masalan o'sha ko'rib turishingiz mumkin. Menimcha buni listening sectionda umuman ahamiyati yo'q, vaqtni ko'rsatilmasligi. Keyin yana bitta narsa, e'tibor bersangiz, bu yerda spell check bo'lmaydi yoki grammar check bo'lmaydi. Ya'ni sizga spelling xato bo'lsa, sizni bu yerda ko'rsatmaydi. Yoki Word dokumentga o'xshab tagiga qizil bilan belgilab qo'ymaydi. Значит, spelling ham bu yerda juda ham muhim, to'g'ri yozishingiz. Va yana bitta narsaga e'tibor berdim. O'tgan webinarda men o'sha CD IELTS haqida webinar bo'ldi, ya'ni Computer Delivered IELTS. Computer Delivered IELTSda o'sha IDP ga yoki British Councilga borib imtihon topshirasiz, o'sha ularni joyida kompyuterda topshirasiz. IELTS o'sha qada CD IELTSda copy paste imkoniyati bor listeningda. Lekin bu yerda unaqa imkoniyatlar bo'lmaydi. Bu copy paste keragi ham yo'q, uni bilib qo'yishimiz kerak bo'lgan narsa. Xo'p, keyingi section bu bizda bo'ladi, значит reading section deylik, keyingisi. Xo'p, reading section. Xo'p, readingda bu kimgadir qulay emas, lekin menimcha hozirgi yoshlar ekranda o'sha kompyuterda o'qish menimcha ular uchun anchalik qulay. Aytaylik bizning yoshga nisbatan. Bunga ozgincha praktika qilishingiz kerak. Ekranda o'qib, o'sha ekranda savollarga javob berishni bu unaqa qiyin narsa emas. Bunga o'sha uyda hozir praktika qilgan vaqtingizda, o'sha testga tayyorlanayotgan vaqtingizda kompyuteringizdan o'qib praktika qilsangiz, menimcha 1-2 hafta davomida bemalol o'rganib qolsangiz bo'ladi bu narsaga. Va savollar yonma-yon beriladi. Xuddi mana bu ekranga o'xshab, chap qo'lingizda mana rasm o'rniga tekst bo'lsa,
mana tekstning o'rnida savollar bo'ladi. Ya'ni savol ham tekst ham bitta ekranda bo'ladi. Bu juda ham qulay, chunki xuddi qog'ozdagi imtihondagi o'xshab varaqlab u yoqdan bu yoqqa sakrab yurmaysiz. Hamma narsa bitta ekranda, juda ham qulay narsa. Va boya aytganimdek, copy paste ni iloji yo'q ekan. Значит, IELTS indikatorda copy paste qilish iloji yo'q. Siz bu yerda faqat type qilishingiz kerak bo'ladi. Type qilganda ehtiyot bo'ling, чтобы spelling xatolar ketib qolmasligi uchun. Chunki bu ham xato hisoblanadi. Va boya aytganimdek, bu yerda значит type accurately, bu spelling juda ham muhim. Va yana qaytaraman, har xil dictionary yoki bo'lmasa qanaqadir bir helpful deydi-yu, qanaqa yordamchi bir materiallardan foydalanish va hokazo kabi foydalangandan befoyda, chunki bu faqat sizni chalg'itgan qoladi. Chunki aytaylik, siz tasavvur qiling, reading sectionda bitta so'zni dictionarydan qidirasiz, hop, ikkita so'zni qidirasiz, uchta so'z va hokazo. So'zlar u yoqda juda ham ko'p bo'lishi mumkin, notanish so'zlar. Siz hammasini o'tirib chalg'iysiz faqat. O'shanda vaqtdan yutqizasiz. O'shaning uchun hamma narsani chetga olish kerak. Maksimum o'sha e'tiborni imtihonga berib, har xil notanish so'zlar bilan chalg'imaslik uchun. Shu narsani ham masalan rekomendatsiya qilaman reading sectionda. Xo'p, reading qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Reading imtihoni xuddi boyagi saytni ochaman, endi reading sectionga qaraymiz. Reading xuddi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Deyarli o'xshash ko'rinishda bo'ladi. Endi bunaqa rangli rasmlar bo'lmasligi mumkin. Mana chap qo'limda ko'rib turibsiz, bu yerda text, passage, o'ng qo'limda значит savollar. Va o'rtadagi bo'limga e'tibor bersangiz, siz buni bemalol u yoqdan bu yoqqa drag qilishingiz mumkin. Ya'ni siz tekstni kattaroq qilishingiz mumkin. Ko'proq masalan bitta ekranga yoki naborot qilishingiz mumkin. Masalan, menga headingda kichikroq qilish yordam berdi, chunki qulayroq. Chunki hamma narsa, hamma tekst bitta joyga, qisqa joyga berilgan va unda men ma'lumot qidirishim osonroq. Bunga nisbatan masalan bu yerda boshimni u yoqdan bu yoqqa aylantirib qidirib yurish sal noqulayroq bo'ldi. Shuning uchun o'zingizga boshida bitta mo'ljallab boshida o'zingizga bitta qulay qilib olsangiz, keyin qolgan sectionlarda ham o'sha bo'yicha qolgani yaxshiroq. Hadeb o'zgartirgandan ko'ra. Xo'p, keyin bu yerda mana highlight imkoniyatlari bor, lekin IELTS indicatorda bu imkoniyatlar yo'q. Siz highlight qila olmaysiz yoki masalan bu yerda copy and paste qilish imkoniyati bor, masalan savolga paste qilaman. Lekin IELTS indikatorda bunaqa imkoniyat yo'q. Shuning uchun buni ham e'tiborga olib qo'yishingiz kerak. Agar savollaringiz masalan aytaylik, mana shu savolga javob aytaylik, mana so'z bo'ladigan bo'lsa, значит siz qo'lda type qilishingiz kerak bo'ladi. Remarkable так далее. Va bu yerda ham savol turlari har xil. Xo'p, kimdir so'rabdi, hozir bu qaysi saytda? Men bu saytni sizga o'sha anaqada yuboraman. O'sha PPT PowerPointda o'sha saytga ham silkalarni olasiz, o'sha yerda topsangiz bo'ladi. Juda ham qulay sayt. Bu yerda siz kakras ko'pchilik hozir karantin davomida ko'pchilik bizdan so'rashdi, mock ekzamenlar bormi yoki o'sha onlayn mocklar bormi? Xuddi mana shu saytda siz onlayn mocklarni bemalol topshirishingiz mumkin va javoblarni ham sразу o'zingiz qabul qila olasiz. Speakingdan, writingdan tashqari. Listening, readingga juda ham qulay. Va kakras tayyorlanish uchun ham bu juda ham ideal menimcha sayt hisoblanadi. Savol turlari bu yerda ham har xil, значит bu yerda gap fil bo'ladigan bo'lsa, bu yerda multiple choice. Va bu yerda masalan headinglarni mana bunaqa tanlashimiz mumkin bo'ladi. Savollarga mana section A, uchinchisi va hokazo. Yana bitta narsa esimdan chiqdi. Boshida aytaylik, har bitta sectiondan oldin mana listening section tugadi. Keyin reading section sразу boshlanadi. Ya'ni siz reading sectionda orasida borib choy-poy ichib, aytaylik dam olib kelish imkoniyatingiz yo'q. Xuddi haqiqiy imtihondaqa listeningdan keyin sразу reading sectionga o'tiladi. Shuning uchun chalg'imaslik kerak. Listeningdan keyin readingda qolish kerak bo'ladi bitta joyda o'tirib. Va boshlanishidan oldin sizga instruksiya ko'rsatiladi. Savol turlari, qanaqa bosish, nimalarni bosish va hokazo. O'shalarni birov o'qib chiqasizda, keyin knopkani bossangiz boshlanadi. Agar uni o'qib chiqib bosmasangiz knopkani, o'zi avtomatik boshlanadi. Shuni hisobga olib qo'yishingiz kerak bo'ladi. То есть
orada hech qanaqa chalg'imaslik kerak. Masalan, men choy ichib kelishim mumkin yoki qahva borib kelishim mumkin. Faqat o'zingiz vaqtingiz yo'qoladi xolos. Keyin readingda juda ham qulay narsa. Mana hozir ekranni pastki qismida ko'rib turibsiz. Bu yerda vaqt ko'rsatilgan. Xuddi shu narsa IELTS indicatorda ekraningizning yuqori qismida ko'rsatiladi. Ya'ni sizda vaqt minutma-minut, bu yerda hozir sekund ko'rsatilgan, lekin bu yerda minutma-minut ko'rsatiladi. Bu ham juda ham qulay narsa, chunki aytaylik section passage 1, passage 2 va hokazolarni o'qiganingizda tepada o'sha vaqtni har doim kuzatib borish imkoniyati bo'ladi. Xuddi boyagi listeningdaqa, masalan, savollaringiz, qaysi savolga javob berdingiz, qaysi savol qolib ketdi. Xuddi shu narsa ekraningizning pastki qismida, bu yerda ko'rsatilmagan, lekin o'sha indikatorda pastki qismida ko'rsatiladi. Ya'ni savollaringiz, javob bergan savollaringiz boshqacha rangda, javob bermagan savollaringiz boshqacha rangda ko'rsatilib turiladi. O'shaning uchun boyagidek qulaylik bu ham bitta. O'tkazib yuborgan savollaringiz bo'lsa, bemalol qaytib kelib o'zgartirish yoki javob berish imkoniyatingiz bor. Bu yerda yana bitta anaqa bor, notepad degan narsa bor. Значит, notepad o'sha yozish imkoniyati, lekin o'sha IELTS indikatorda bu imkoniyat ham bo'lmaydi, afsuski. Xo'p, keyingi sectionga keladigan bo'lsak, bu writing. Writing sectionda bu ko'pchilik uchun sal qiyin hisoblanadi, qaysidir ma'noda. Xo'p, reading va writingda ham video yoqiladimi deb savol bo'libdi o'rtada. Xo'p, video yoqilmaydi, xuddi boshida aytganimdek. Video faqat Zoom orqali speaking sessionda yoqiladi. Listening, reading, writingda video yoqilmaydi, lekin kompyuteringiz lock holatiga tushadi. Lock deganda kompyuteringiz aytaylik qaysidir ma'noda muzlab qoladi, ya'ni faqat o'sha indikator yuborgan exam software ishlaydi. Ekraningizda xuddi hozir ko'rib turganingizdek faqat bitta narsa ko'rinadi. Qolgan hamma narsa o'chiriladi. Kompyuteringizda значит qo'shimcha anaqada yo'q. Bu savolni ham ko'p so'rashdi, bunga ham hozir qaytamiz yana. Xo'p, writingga keladigan bo'lsak, writing sectionda hozir men yana bu narsani ko'rsataman, qanaqa ko'rinishda bo'ladi. Oldindan tayyorlab qo'yishingiz kerak bo'lgan narsalar, paper and pen yoki pencil. O'zingizga o'sha note taking qilish uchun yoki plan qilishingiz uchun oldindan qog'ozga tayyorlab qo'yishingiz kerak va qulayroq bo'ladi, osonroq bo'ladi anaqa writing yozishga. Va yana bu narsaga qaytamiz, fast and accurate typing. Bu masalan men bu saytni hozir sizga ko'rsataman. Bu ham juda ham muhim, siz bilishingiz va bu narsa haqida va yaxshi type qilish qobiliyatiga va tezligiga ega bo'lishingiz kerak. Chunki vaqt to'xtamaydi imtihonda va sizga 60 minut beriladi. Agar sizni type qilish tezligingiz, ya'ni pechat qilish tezligingiz sekin bo'lsa, bu sizning muammongiz bo'ladi va sizga hech qanaqa qo'shimcha vaqt berilmaydi buni kompensatsiya qilish uchun. Shuning uchun tez type qilishga o'rganishingiz kerak. Mana hozir sizga ko'rsatganim typingclub.com bu sayt bor. Sizga o'sha boshidan boshlab hamma harflarni qanaqa to'g'ri pechat qilish, qanaqa to'g'ri mashqlar va hokazolar bor. Menimcha bir hafta davomida buni bemalol o'zlashtirish mumkin, lekin tez yoza olmasangiz, type qila olmasangiz, IELTS indikator imtihoniga registratsiya qilmaganingiz ma'qulroq. Chunki siz pulingizni yo'qotasiz bekor, writingdan siz juda ham past ball olishingiz mumkin. Shuni ham hisobga olib qo'yishingiz kerak. Tasavvur qiling, listeningda second type qilsangiz, listeningda masalan hamma savollarni qog'ozga yozib olib, oxirida ko'chiraman desangiz, unda ham xato qilasiz. Chunki vaqtingiz yetmaydi 40 ta savolni 2 minutda ko'chirishga. Tim bo'l agar siz second type qilsangiz. Xuddi shu holat readingga ham tegishli. Second type qilsangiz, o'sha typening o'ziga siz vaqt yo'qotasiz. Buni ham hisobga olib qo'yishingiz kerak. O'shaning uchun internetda juda ham saytlar ko'p, to'g'ri pechat qilishni o'rgatadigan. O'shani hozirdan o'rganib qo'yishingiz kerak. Mana hozir men bu rasmni chap tomondagi rasmga qarasangiz, значит biz type qilganda, o'zi to'g'ri pechat qilganda bizdan 10 ta barmog'imiz ham ishlashi kerak. 10 ta barmog'imiz ham klaviaturada bo'lishi kerak. 2 ta barmoq emas, ko'pincha o'sha 2 ta barmoqni pechat qilishadi. Bu noto'g'ri va bu tezligingizga juda yomon ta'sir qiladi.
Xo'p, typingni nima yaxshi tomonlari bor? Birinchi yaxshi tomoni, siz o'ylamaysiz, masalan, handwritingingiz haqida yoki o'sha toza yozdim, notoza yozdim deb o'ylamaysiz. Masalan, bir xil o'chirib, bo'yab yozishadi. Bu narsalar bo'lmaydi, chunki bu typing. Siz bemalol o'chirishingiz xohlaganida shrift bitta ko'rinishda bo'ladi. Hech qanaqa sizga bu muammo bo'lmaydi. Ya'ni typing har doim legible. Legible esingizda bo'lsa, o'sha paper basedda illegible degan joyi bor. Agar sizni qo'l yozuvingiz xunuk bo'lsa yoki endi xunuk emas, qo'l yozuvingizni ekzaminator o'qiy olmasa, siz shtraf olasiz. Qaysidir ball shtraf qo'yiladi. Noto'g'ri aytaylik o'qib bo'lmaydigan shrift bo'lsa. IELTS indicatorda bunaqa muammo bo'lmaydi, chunki bu typing bo'lganligi uchun. Va uni yaxshi tomoni erase easier editingda oson juda ham o'zgartirish tekstni, xohlagan paragrafni o'zgartirib, paragrafni o'rtasiga gap qo'shaman desangiz ham bemalol qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Va uni delete, copy paste va bu qismda copy paste ishlaydi. Ya'ni siz aytaylik paragraflarni tepa pastiga o'zgartirib yoki so'zlarni u yoqdan bu yoqqa sakrab copy paste qilishingiz bor. Bu juda ham qulay narsa. Va e'tibor bersangiz, no grammar and spelling check. Sizni xuddi Word dokumentga o'xshab, grammatika yoki bo'lmasa spellingni tekshirmaydi. Va agar sizda grammatika xato ketib qolsa, siz buni даже payqamasligingiz mumkin yoki bo'lmasa spelling xato ketsa, buni siz payqamasligingiz mumkin. Shuning uchun e'tiborliroq bo'lish kerak va oxirida o'qib check qilish kerak bo'ladi. Va yana bitta qulaylik tomoni, on screen timer har doim vaqt ekranda ko'rsatiladi, necha minut, sekund qolgani va writing sectionda sekund ham ko'rsatiladi. Bu o'sha yana bitta qulaylik, chunki writingda ba'zan sekunddan kattaroq o'ynashligi mumkin. Va oxirida word count. Sizni nechta so'z yozganligingiz hammaligi ko'rsatiladi. Ya'ni siz type qilgan vaqtingizda nechta so'zligi ko'rinib turadi. Bu ham bitta qulaylik menimcha. Chunki siz bilasiz, masalan, 150 ta so'z yozdingizmi yoki 250 ta so'z yozdingizmi yoki ko'p yoki kam yozdingiz, hammasi ko'rinib turadi. Xo'p, endi bitta misol ko'rsak, qanaqa ko'rinishda bo'ladi writing. Xuddi mana shu ko'rinishda, deyarli shu ko'rinishda bo'ladi. Juda ham qulay, interfeys ham juda ham oson foydalanish. Lekin bu yerda ko'rib turibsiz, endi bu veb-sayt juda ham user friendly qilib yaratilgan, rangli, hammasi chiroyli ko'rinishda, lekin IELTS indicatorda sal zerikarliroq bo'ladi bunga nisbatan, chunki bunaqangi bunaqalar bo'lmaydi. Lekin общий ko'rinishi bir xil, deyarli. Sizga chap qo'lingizda savol va pie chart bo'lsa yoki table bo'lsa va hokazo bo'lsa bu yerda ko'rsatiladi. Va o'ng tomoningizda значит tekst yoziladigan bo'ladi. Va bunda ham bemalol o'zgartirishingiz mumkin. Katta kichikligini ekranni o'zingizga to'g'ri qilib. Masalan, menga bunaqa ko'rinishda osonroq bo'ldi, chunki aytaylik writingda o'rtaroqda ko'rindi. Agar men chetroqga qo'yganimda sal noqulayroq bo'lishi mumkin edi, chunki men ekranni chapdan o'ng tomoniga tikilib o'tirishim kerak. Shuning uchun o'zingizga moslab to'g'ri qo'yib olsangiz qulayroq bo'ladi. Va bu yerda ham ko'rib turibsiz, timer bu yerda pastda berilgan, lekin indikator imtihonida timer tepada bo'ladi. Har doim ko'rinib turadi. Masalan, bitta yozib ko'raylik hozir. The pie chart illustrates information blah blah blah. Okay. Mana ko'rdingiz, word count pastda ko'rsatilgan va vaqt o'zi ketdi. Vaqt 9:45 sekund. Va e'tibor bersangiz, mana bemalol copy paste qilib, agar bu funksiya sizga qulaylik keltirsa qandaydir, copy paste qilishimiz mumkin bo'ladi yoki bo'lmasa delete qilib buni yozishimiz kerak bo'ladi. Faqat delete qilganda ehtiyot bo'ling. Masalan, aytaylik, men boshqatdan yozmoqchiman desangiz, uni qaytarib bo'lmaydi. Agar siz chalg'ib bitta delete qilsangiz, butunlay boshqatdan yozishingiz kerak. Uni qaytarib bo'lmaydi. Hozir men bu yerda undo degan funksiyasi bor, Ctrl Z ni bossangiz. Lekin IELTS indikatorda bu knopkalar, bu nuqtalar ishlamaydi. Nogohdan, bexosdan delete qilsangiz, boshqatdan yozishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun e'tiborliroq bo'ling va ehtiyotroq bo'lishingiz kerak bo'ladi.
Xo'p, agar kompyuterda Grammarly ustanovit qilingan bo'lsa, yo'q. Boya yana bir qaytaraman, kompyuteringiz butunlay blokka tushadi. Siz hech qanaqa funksiyani ishlata olmaysiz. Даже puskni bossangiz ham ishlamaydi. Kompyuteringiz muzlaydi, ekrani butunlay muzlaydi. Ya'ni faqat o'sha Secure Exam Software degan programma ishlaydi xolos. O'sha IELTS indikator yaratuvchilari ham bu narsani inobatga olishgan. Butunlay qo'shimcha hech qanaqa programma ishlamaydi. Men o'zim yoqqanimdan keyin o'sha silka yuborishgan. Birinchi o'sha check degan silkada check degan joyi bor. Birinchi o'sha proverka tekshirish uchun men o'sha kirib ko'rdim va kirib ko'rganimdan keyin qaytib chiqqanimda men undan oldin yoqilgan hamma programmalarim, ya'ni o'sha Chrome, dokument program hammasi o'chib ketgan. Ya'ni o'sha cross qilingan, yana qaytadan yoqdim. O'sha orqa fondagi hamma programmani o'chirib tashlaydi. Yoki masalan buni siz zapis qila olmoqchi bo'lsangiz ham buni iloji bo'lmaydi. Shuni hisoblab qo'ying. Xo'p, keyingisi yana nima butun hisobga olishimiz kerak. Xo'p, bir xilligi task 2 dan boshlash osonroq bo'ladi. Menga aytaylik task 1 qulay emas, men task 2 dan boshlayman, chunki u ko'proq ballga ega. Unda siz bemalol keyingi pejni ochib, mana task 2 ni hozir biz ochdik. Task 2 dan boshlasangiz ham bo'ladi. Bu o'zingizga qanday qulay bo'lsa, xuddi shunday boshlashingiz mumkin. Endi bu yerda imенно mana shu veb-saytda har bunga 40 minut bergan, task 1 ga 20 minut berib qo'yilibdi, lekin sizda indikator imtihonida umumiy 40 minut tepada ko'rsatiladi. Sizga 20-40 minutdan berilmaydi. Shuni ham hisobga olib qo'yishingiz kerak. Xo'p, task 1 ga qaytamiz. Task 1 da yana nimalarni e'tibor berishimiz kerak? Copy paste ishlaydi bu yerda. Xo'p. Va bo'ldi. Masalan, yana bitta narsa, endi masalan, bu qanchalik muhim emas. Men ekranim kattaligi hisobiga mana writing sectionim juda ham uzun bo'lib ketdi. O'zi avtomatik ravishda bu paragraf qilmaydi. Agar men yozsam, oxirgacha ham yozib o'rishim mumkin. Ya'ni bu ketaveradi oxirgacha men bu yozuvlarim. Shuning uchun prosta paragrafingda sal ehtiyotroq bo'lasiz. Ya'ni paragrafingiz juda ham uzun bo'lib ketmasligi, juda ham qisqa bo'lib ketmasligi kerak. Ya'ni proporsional bir xil bo'lishi kerak. Agar yangi paragraf boshlayman desangiz, значит, enterni bosamiz 2 marta va yangi paragrafdan boshlaymiz. Shunisi. Keyin yana savollar bo'ldi o'sha ijtimoiy tarmoq deymizmi, sotsaytda. Biz copy paste qilib boshqa saytga kirib, boshqa saytdan aytaylik shpargalka deydimi, o'sha plagiat qilib ko'chirsak bo'ladi. Buni iloji yo'q. Ko'chira olmaysiz, boshqa saytga kira olmaysiz ham. Va bu bitta katta savolni tug'diradi. Zachем deydi-ku. Nimaga bu narsani qilmoqchisiz? Siz o'zingizni aldamoqchimisiz yoki IELTS imtihonida organizatorlari ham bilib qolishgan bu narsalarni. Bemalol ular plagiatga tekshiradi va sizni butun imtihoningizni nolga tenglashtirib qo'yish huquqiga ega. Buni siz o'sha boyagi yuqorida aytgan terms and conditions, ya'ni shartlarni o'qiganingizda ham o'qiysiz. Ya'ni siz ularda o'sha narsaga haqqi bor. Agar plagiat bo'lsa, bemalol sizni bahoyingizni nolga tenglashtirib qo'yishadi. Shuning uchun bu bunaqa ish qilmagan ma'qulroq. Task 2 xuddi deyarli bir xil ko'rinishda. Endi faqat bu yerda chiroyli qilib rasmlarni ham berib qo'yishgan. Bu bizga vizual yordam beradi savolni yaxshiroq tushunishga. Lekin indikatorda bunaqa rasmlar bo'lmaydi. Afsuski, o'sha faqat savollar o'zi bo'ladi. Xuddi o'sha boyagi gap, type bu yerda. Bir xillar masalan, boyagi men qog'oz bilan ruchka dedim, bir xillar planni o'sha mana shu ekranni o'zida ham qilishni xohlashadi. Masalan, men aytaylik bu yerda plan qilib olib, keyin buni pastga tushirib, pastroqga tushirib, keyin men o'sha plan asosida bu yerda yozishim mumkin. Bu ham kimgadir qulay, kimgadir noqulay, o'zizga bog'liq bo'lgan narsa. Menimcha bu ham tushunarli bo'ldi. Qanaqa ko'rinishda va nimalarga e'tibor berish kerak bo'lgan narsa. Xo'p, endi final thoughts. Mana o'sha xulosalarim. Bu imtihonni olishga arziydimi, arzimaydimi? Bu endi bu noto'g'ri ham savol aslida. Bu imtihon kimgadir kerak va topshirish kerak bo'lgan narsa. Bu, конечно, qulay juda ham uyda o'tirib topshirib, masalan, siz bu aytganimdek Westminster, Singapur universitetlariga imtihon topshirish imkoniyati beriladi. Ya'ni hozir ham o'zi ijtimoiy tarmoqda ham ko'rib o'qib turgan bo'lsangiz kerak. Ko'p universitetlarga dokumentlarni onlayn topshirish imkoniyatingiz bor.
Ya'ni siz agar Samarqand hozir qizil zonaga tushib qoldi. Endi Xudo xohlasa bu ham sariq, keyinchalik yashil bo'lishi xohlaymiz. No, qizil zonada bo'lib qolsangiz, aytaylik iyun oyida ochilmasa chegaralar yoki iyun oyida Toshkentga kelish imkoniyati bo'lmasa, siz Samarqandda o'tirib ham hozir dokumentni topshirish imkoniyatiga ega bo'lasiz indikator orqali. Ya'ni o'sha qolgan rasmingiz, qolgan spravka va hokazolarni ham onlayn topshirasiz va indikator rezultatlaringizni ham onlayn yuborasiz. Va siz Samarqandda o'tirib ham vaqtdan tejaysiz, ham yo'l kiradan deylik, bu yoqqa kelib arenda, mehmonxona xarajatlaridan bemalol qutulish imkoniyatingiz bor. Va eng muhimi, indikatorni afzalligi, ko'pchilik hozir abituriyentlar juda ham stressda, ko'p ma'noda ham stress, ham ozgincha depression deylik, chunki ular noma'lumlik, mavhumlik holatida nima bo'ladi keyinchalik, qanday topshiriladi, qanaqa dokumentga uspet qilamiz, ertaga mart, aprel, may oyini imtihonlari yig'ilib qolgan IELTSda ham. Ertaga iyun oyida ochilsa, hammasini bitta joyga juda bir murakkab jarayon. Shuning uchun o'sha muammolardan sizni bu qaysidir ma'noda ozod qiladi. Agar o'sha boya aytganimdek Singapur, Westminster, o'sha TIM universitetlariga topshirmoqchi bo'lsangiz. Va bu yana qaytaraman, bu valid, bu o'tadi, bu sertifikat rezultatlari, IELTS rezultatlari, sertifikatga qaytamiz hozir. Yoki bo'lmasa, как minimum hech bo'lmaganda siz aytaylik CD, Computer Delivered IELTS ni topshirmoqchi bo'lsangiz, bu sizga juda ham yaxshi ofitsialniy o'sha ofitsialniy mock IELTS vazifasini o'tab beradi. Chunki CD IELTS bilan o'xshashliklari juda ham ko'p. Buni farqi ham bor, lekin CD IELTS bilan juda interface, именно o'sha listening, reading, writing sectionlari juda ham o'xshash. Xo'p. Yo'q, IELTS indikator general purpose uchun ham o'tadimi? Yo'q, IELTS indikator faqat akademik topshira olasiz. Buni siz immigratsiyaga yoki bo'lmasa general IELTS o'rniga topshira olmaysiz va bu faqat studentlar uchun sharoit yaratib berish uchun o'ylab topilgan imtihon. Именно studentlar uchun, chunki ko'pchilik studentlar hozir chet elda o'qishmoqchi yoki bo'lmasa qaysidir o'zlarining planlari bor va ular noma'lum muddat kutib o'tirmaslik uchun mo'ljallangan. Va bu rezultatlari keyingi yilga o'tmasligi ham mumkin. Menimcha o'tmaydi ham keyingi yilga. Faqat o'sha karantin vaqtida исключение qilib o'sha sharoitni hisobga olib qilingan imtihon. Xo'p, endi savollarga keladigan bo'lsak, hozir birinchi o'sha tarmoqda berilgan savollarga qarab o'tamiz va keyin sizdan tushadigan savollarga bir javob berishga harakat qilib ko'raman. Birinchi savollar, ko'p savollarni men o'xshash savollar ekan, o'shaning uchun bu webinar davomida javob berdim deb o'ylayman. Agar bermagan bo'lsam, hozir so'rashingiz mumkin. Xo'p, qanaqa qilib topshiramiz? Bu aytib o'tildi. Onlayn registratsiya qilasiz, hammasi onlayn topshiriladi, uyda o'tirib. Tayyorgarlik bormi? Ha, tayyorgarlik bor. Xo'p, bizlarda Kings Academy o'quv markazida kurslarimiz bor. Hozir onlayn bemalol tayyorlansangiz bo'ladi, qo'shilib birorta gruppaga yoki yangi ochiladigan gruppaga, intensiv gruppalarga yoki boya sizga yuboradigan saytda ham siz uyda self study qilib ham tayyorlanishingiz mumkin bo'ladi. Va yana bitta narsa, hozir esimga tushgan narsa aytib o'tishim kerak. Speaking sessionda Zoomda bo'ladi dedim. Siz o'sha IELTS indikator imtihonini registratsiya qilsangiz, imtihondan oldin обязательно siz o'rtog'ingiz bilanmi yoki bir o'qituvchingiz bilanmi yoki bir tanishingiz bilanmi praktika qilib ko'ring. Siz shunchaki kirib birdaniga Zoomda o'tirib imtihon topshirganingiz sal g'alatiroq bo'lishi mumkin, o'rganmagansiz chunki. O'shaning uchun praktika qilish juda ham muhim. Xo'p, buni O'zbekiston universitetlari rasman qabul qiladimi? Ha, O'zbekiston universitetlari rasman qabul qiladi. O'zbekiston demaylik, boyagi O'zbekistondagi 4 ta aytib o'tgan universitetlar rasman qabul qiladi. Mahalliy universitetlar, aytaylik INIAS, finans, moliya yoki diplomatiya, yuridik universitetlar qabul qiladimi, yo'qmi? Bu haqida ma'lumot umuman yo'q. Ularni siz borib so'rashingiz kerak. Buni qabul qilmaslik ehtimoli juda ham baland. Nega? Chunki IELTS indikatorida sizga sertifikat berilmaydi, qo'lingizga qog'oz berilmaydi.
rezultatlari email orqali sizga yuboriladi va o'sha rezultatlarni siz boyagi 4 ta universitet hozircha o'sha 4 ta universitetga yuborsangiz, ular sayt orqali tekshirish imkoniyati bor. Ya'ni ularda o'sha dostуп bor, siz rezultatlaringizni onlayn tekshirish imkoniyati bor. O'shaning uchun masalan Inyazga siz ko'rsatsangiz, menimcha ular tekshirish imkoniyati bormi, yo'qmi, bu menga ma'lum. Xo'p, bu xalqaro darajada o'tadimi hamma joyda? Yo'q, hamma joyda o'tmaydi. Boya saytni men sizga ko'rsatdim, o'sha xalqaro universitetlarni ham ba'zilari qabul qiladi, ba'zilari qabul qilmaydi. Va qabul qilish ham faqat karantin davomida siz bu imtihonni topshirib, keyingi yil universitetga kirish planingizda bo'lsa, keyingi yil o'tmaydi. Shuning uchun keyingi yil topshirishingiz kerak bo'lsa, bu yil topshirmaganingiz yaxshiroq indikatorni. Keyingi yil уже CD yoki paper based IELTS topshirasiz. Xo'p, indikatorni olish maxsus programma ishlab chiqiladimi yoki veb-sayt orqali olinadimi? Yo'q, bu maxsus programma boya aytganimdek download qilinadi va o'sha programma orqali ularning saytiga ulanadi va ularning anaqasida bo'ladi kontrol. Qishloq joyda internet bilan muammolar bo'lsa qanaqa bartaraf qilinadi? Xo'p, to'g'ri, juda ham masalan har xil regionlarda joylashganmiz. Даже ba'zan Toshkent shahrida ham internet stabilniy yoki tez deb bo'lmaydi. Har qanday holat bo'lishi mumkin. O'shaning uchun agar aytaylik qishloqda joylashgan, internet yaxshi emas joyda joylashgan bo'lsangiz, siz birorta tanishingiz bordir yoki birorta qarindoshingiz bordir yoki birorta yaqiningiz bordir, kimdaki internet yaxshiroq. Siz ularnikiga borib topshirishga harakat qilib ko'rishingiz mumkin. Lekin bu o'sha internet bilan bog'liq bo'lgan muammolar, bu IELTSning muammolari emas. Agar siz registratsiya qilib qo'yib, internetingizda muammo paydo bo'lsa, siz 3 kun yoki 4 kun, menimcha 4 kun ichida, 4 kun imtihondan oldin yozma ravishda buni ularga bildirsangiz, ular sizga pulingizni 100% qaytarib beradi. Lekin imtihon jarayonida, imtihon davomida, listening, reading davomida svet o'chib qolsa, elektr birdaniga yo'q bo'lib qoladi. Yoki kompyuteringiz buzilib, virus tushib qotib qolsa, yoki kompyuteringiz o'chib qolsa, va hokazo internetingiz o'chib qolsa, sizga hech qanaqa kompensatsiya qilinmaydi. Shuni ham hisobga olib qo'yishingiz kerak. Chunki bu sizning muammongiz, ular IELTS indikator tashkilotchilarining muammosi emas. Buni o'sha terms and conditions shartlarida bufferja yozilgan. Writingda ko'proq vaqt beriladimi? Chunki hamma ham kompyuter, telefonda tez yoza olmaydi. Bu aytib o'tdim, qo'shimcha vaqt berilmaydi. Hech qaysi sectionda, readingda ham, writingda ham. Qiyinlik darajasi va qay yo'sinda 4 part topshiriladi. Qiyinlik darajasi, ya'ni content deymiz, u IELTS imtihoni o'sha odatiy qog'oz yoki kompyuterda topshiriladigan IELTS imtihoni bilan bir xil. Buni siz ieltsindicator.com saytida ham o'qishingiz mumkin. Va uni assessment, baholash jarayoni ham odatiy IELTS imtihonidaqa bir xil bo'ladi. Bir xil kriteriyalar ishlatiladi. Va ularni o'sha bir xil odamlar, ya'ni o'sha kvalifitsirованный deydi-ku, o'sha tekshiriladi ular tomonidan. Ya'ni bu hech qanaqangi osonroq yoki qiyinroq degani emas. Xo'p, kim bilan bog'lanamiz? Men o'zim saytga kirib hech qanaqa telefon raqam topa olmadim. Siz o'zingizni mahalliy o'sha British Councilga telefon qilib yoki IDPga telefon qilib bu haqda ma'lumot olishingiz mumkin yoki bo'lmasa yozma ravishda ieltsorganizations@britishcouncil.org mana shu saytga ham, emailga ham yozma ravishda yozsangiz bo'ladi va ulardan javob kutishingiz mumkin. If a problem occurs during the test, what will the candidate do? Bunga javob berdik. Значит, muammo paydo bo'lsa test jarayonida, test davomida siz bahoyingiz 0 ga teng bo'ladi, afsuski. Lekin exception degan narsalar bor, ya'ni исключение degan narsalar bor. Bular hammasi terms and conditionsda yozilgan, ya'ni qaysidir bir muammo, oilaviy muammo, kattaroq muammolar bo'lsa, siz uni yozma ravishda qaysidir proof bilan, ya'ni o'sha доказательства bilan ularga yuborishingiz kerak va o'shanda sizga pulingiz qaytarib berilishi mumkin. Lekin internet yomonligi, kompyuterning sekinligi, tok o'chib qolganligi va hokazo texnik muammolar, bu sizning muammongiz, bular sizga kompensatsiya qilinmaydi va siz IELTS imtihonini qaytadan o'tirish imkoniyatingiz bo'lmaydi. Xo'p,
Endi savollarga kelsak, xo'p, savoldan oldin men qisqacha bir silkani bermoqchiman. Boya aytib o'tdim, 13-mayda imtihonni topshirgan bo'lsam, savol rezultatlar, ya'ni javoblar 7 kun davomida keladi va 7 kundan keyin, ya'ni 20-manimcha mayda meni javoblarim kelishi kerak. Buni kanalda e'lon qilaman, qaysi ko'rinishda, qanday ko'rinishda bo'ladi. Kings channelda siz kuzatib borishingiz mumkin. Agar o'zingiz savollaringiz bo'lsa, yana ham bemalol o'sha menga Telegramda yozishingiz mumkin bo'ladi yoki o'sha telefon orqali. Telefonni har doim javob berish imkoniyati bo'lmasligi mumkin. Agar o'quv markazimiz haqida savol qiziqsangiz, savollaringiz bo'lsa, saytimizga kirishingiz mumkin. Xo'p, endi menimcha ko'p savollarga javob ola oldik degan umiddaman. Endi platformani sizga beraman. Agar savollaringiz bo'lsa, bemalol yozma ravishda yoki qo'l ko'tarib audio ravishda yuborishingiz mumkin. Birinchi yozma ravishdagi savollarga qarab chiqamiz. Self study qilib qaysi saytda yoki programmada tayyorlanamiz? Bu saytni men sizga Telegram kanalda yuboraman. O'sha saytdan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. O'qituvchilar topshirgani universitet bu javobni tekshirib olib biladimi? O'qituvchilar uchun to'g'risi menda ma'lumot yo'q, chunki tekshirishi mumkin va agar o'sha universitetda qabul qilsa, agar IELTS indikatorni qabul qilamiz deyishsa, lekin buni qanchalik hamma universitet qabul qiladi, yo'q, menda ma'lumot yo'q. Yana bitta savol bo'lgan, PhD yoki magistratura uchun bu o'tadimi? Meni bilishim bo'yicha PhD magistratura uchun bu o'tmaydi, lekin baribir o'sha siz topshirmoqchi bo'lgan universitetni o'sha ofitsialniy deydi-ku, rasmiy saytiga kirib yoki telefon qilib bilishingiz mumkin. Chunki hozir men o'qigan saytlar o'sha mahalliy universitetdagi saytlarda faqat bakalavr uchun ma'lumot bor. Xo'p, writing readingda yoningizdagi odamlar yordam bersa ham bo'lar ekanda, to'g'rimi deyishibdi. Xuddi o'sha narsaga qaytaman, sizga bu nima uchun kerak? Вообще kimni aldamoqchisiz? Конечно, shpargalkadan foydalansangiz, bu paper based ham amallagan bolalar bor, computer based ham amallagan bolalar bor. Bu faqat o'zingizni aldaganingiz qoladi. Chunki siz ertaga universitetda o'qisangiz, unaqa bilim darajasi yetarli emas, chunki kimdir siz uchun ball olib bergan bo'lsa, imtihonda birinchi assignmentlardan, birinchi kursdan yiqilishingiz mumkin. Anaqasi darajasi yo'q, juda ham yuqori. Bizning ko'pchilik cheatingga juda ham moyilligi baland, lekin cheatingdan siz faqat o'zingiz yutqizasiz va qaysidir mashinik siz orqali pul ishlab olishligi mumkin. Chunki baribir universitetda o'zingiz o'qiysiz va u yerda yiqilish imkoniyatingiz juda ham baland. Bilim darajasi yetarli bo'lmasa. Xo'p, keyin yana bitta moment, agar universitet sizni imtihoningiz o'sha cheating orqali olingan bo'lsa, ballingiz, agar ular o'sha narsani qaysidir ma'noda sezib qolishsa, chunki o'sha kurs davomida siz assignmentlar yozasiz, ular sizni rezultatingizni annullировать qilib boshqatdan topshirgin deyish mumkin. Va o'sha 2 marta topshirasiz, yana qo'shimcha ortiqcha xarajat, bosh og'riq. Xo'p, webinar YouTube'ga qo'yiladi ham. Saytning silkasi berasizmi? Saytning silkalarini men Telegram kanalda yuboraman. Yuqorida ko'rsatgan Telegram kanalda. Xo'p, endi qo'l ko'taramiz, agar savollar bo'lsa, yana javob berishga harakat qilaman. Xo'p, aziz siz xo'p, gaplashishingiz mumkin. Savolingiz bo'lsa. Aziz Avazovich. Abbos Ismoilov. Abbos Ismoilov. Xo'p, yana savol bo'libdi. Bu yerda IELTS sertifikatini emailda olasizmi? Siz sertifikat olmaysiz, sizga sertifikat berilmaydi. Faqat rezultatingiz onlayn ravishda emailga yuboriladi. Siz o'sha emaildagi o'sha ID nomerlarni
rezultatlarni siz onlayn ravishda universitetga yoki Vestminsterga, Singapurga onlayn ravishda yuborasiz va ular tekshirish imkoniyatiga ega bo'ladi o'sha British Council orqali. Lekin sertifikat qo'lingizga berilmaydi. Shuni ham inobatga oling. Kimdir shu sertifikatni osib qo'yadi yoki kimdir sertifikat olgisi keladi, afsuski buni iloji yo'q. CD IELTS haqida webinar qilganmiz va buni yana keyingi haftada IDP bilan xudo xolisa yana bitta seminar qilamiz. Bu haqida CD IELTSda listening readingda sizga qog'oz ruchka berilmaydi. Faqat writingda beriladi va speakingda beriladi. Narxi bir xilmi? Yo'q, narxi IELTS indikatorda arzonroq, $149 bo'ladi. Qolgan odatiy imtihonlarda $165 atrofida. Siz necha ball oldingiz? Men hali rezultatlari chiqmadi. Keyingi hafta, ya'ni 7 kun davomida bo'lsa, men 13-mayda topshirdim imtihonni. 20-mayda rezultatlar chiqishi kerak va buni men Telegram kanalda qo'yaman agar qiziqsangiz. Xo'p, Abbos Ismoilov yana qo'l ko'tardingiz, savol berishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Uzr, bu qanaqa texnik xatolikmi? Xo'p, bo'lib turadi texnik xatolik. Yana savol tushibdi. IELTS CD ekzamen narxi qancha? Aytdim, $165 atrofida. Buni siz saytga kirib, British Council IDP ning saytiga kirib bilsangiz ham bo'ladi. 1.600.000 necha so'm? 1.600.000 hozirgi summada 160 atrofida bo'ladi, 65 atrofida bo'ladi. IELTS indikator writingni telefonda yozsa bo'ladimi? Yo'q, IELTS indikator imtihonida telefoningizni butunlay o'chirib qo'yishingizga majbursiz, chunki buni hech qanaqa foydasi sizga tegmaydi. Va buni telefon orqali yoza olmaysiz ham, faqat kompyuter orqali va buni faqat siz type qilishingiz kerak o'z qo'llaringiz bilan. Copy paste ishlamaydi. Xo'p, yana savollar. Speaking skills qanday kuchaytirsa bo'ladi? Endi speaking skills bu menga Telegramda yozsangiz, men siz bilan balki alohida bog'lanib bu savolingizga javob berishim mumkin. Qisqa savol emas, qisqa javob ham berish qiyin. Intermediate leveldan IELTS gacha qancha vaqt tayyorlanish kerak? Kamida 7 olish uchun. Qiziq savol, chunki intermediate leveldan IELTS gacha 7 olish uchun agar 10 ta o'quvchi bo'lsa, 10 xil ko'rsatishga ega bo'lishi mumkin. Ya'ni to'g'ri, bu o'qituvchidan, materialdan katta narsa talab qilinadi, lekin o'quvchini o'zlashtirishidan ham ko'p narsa bog'liq. Va masalan, kursni qanchalik intensiv yoki intensiv emasligidan ham, haftada necha marta soatlar, necha soatdan, gruppadan, individual, buni faktorlari juda ko'p. Odatda umuman average qilib oladigan bo'lsak, 4 oy yetadi. Endi baribir o'quvchini ham o'ziga bog'liq o'zlashtirish. Shunaqa. Bu webinar YouTube'ga qo'yiladimi? YouTube'ga qo'yiladi. Buni biz keyingi hafta YouTube'ga chiqib qo'yamiz va o'sha yerda ham ko'rishingiz mumkin. YouTube'ga ham silkani kanalimizda tashlaymiz, o'sha Telegram kanalda. Ekrandagi Telegram akkauntingizda Telegram orqali menga yozishingiz mumkin. O'zimning shaxsiy anaqam Eldor pastki chizgicha Satorov. Harakat qilaman savollaringizga javob berishga. Yoki o'sha Kings o'sha channelni kuzatib borsangiz, silkalar, o'sha rezultatlar va boyagi onlayn anaqalarga men tashlayman 1-2 kun davomida. Pre-intermediatedan 5,5-6 bir oyda yetadimi? Juda ham subyektivniy faktorlar juda ham ko'p bu yerda. Sizni qanchalik o'zlashtirish, qanchalik qobiliyatingiz va hokazo narsalarga bog'liq, lekin imkoniyati bor. Chunki bir oy deganda biz 31 kunni nazarda tutamiz. 31 kunda 24 soat bor har bir kunda. Bu soatlarni hisoblasangiz juda ham ko'p muddat. Endi bir oyda siz agar kursga borsangiz, haftasiga 3 marta 1,5 soatdan o'qisangiz, bu yetmaydi. Agar siz o'sha har kuni 1-2 soat, 3 soatdan o'qisangiz, bu yetadi bemalol pre-intermediate darajadan.
Pre-intermediate degani o'sha IELTS 5 kamida olish kerak o'quvchi. Xo'p, mana shu nuqtada 1 yildan beri IELTS o'qiyman. Lekin improve juda sekin bo'lyapti. Xo'p, IELTS bu 1 yil o'qish shart emas. IELTSni 3 oyda ham bemalol tayyor bo'lishingiz mumkin. Faqat o'sha fundamentga bog'liq bo'lgan faktorlar bor. Tayyorlanayotgan kursingizga bog'liq, syllabusga bog'liq, nima, qanaqa kitobdan, qanaqa programma bo'yicha, kim o'qituvchingiz va hokazo va hokazo. Agar anaqilar bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, Telegram yuqorida ko'rsatilgan Telegramga yozsangiz, balki harakat qilib ko'raman bafurja javob berishga. Menimcha mana shu nuqtada vebinarni yakunlasak ham bo'ladi. Va umid qilamanki, bugungi vebinardan o'zingizga kerakli ma'lumotlarni oldingiz. Shu IELTS indikator haqida, registratsiya qilish qanday, uni kerak emasligi siz uchun va uni qulayliklari. Agar yana qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, bemalol Telegramda yozishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga omad. Va bugungi tashrif uchun rahmat hammaga. Bye bye.